tezroq tayyor bo'lishing uchun bolani buvsinikiga berdik. Shundam sekin shoshilmasdan tayyor bo'ldik. Nimaga? 47 kilo. Tarozi ishlamayapti. Meni sayohatga olib pulim aeroportga ketkazmoqchimisizlar Perevesga? Mehmonxonada tovoq yo'q, ha? O'tgan safar so'rashganimizda berishmagandi. Umid bo'la qol kech qolamiz davom etsangiz. Qo'yga hamma narsa kerak. Qozon yemoqchimisizlar mehmonxonaga borib? Ha. Ovqat qilgandan keyin atigi kuyib ketganda nima bilandir tozalash kerak. Chet elga temir shotga bo'ladimi? 900 gramm shakar. Ha, biz shakarsiz yasha olmaymiz. Men masalan qahvasiz yasholmayman. Mana. Ha, sizlar da'vogar emas, oshxonada ishlagani pasuda mulk yuboryapsizlar, to'g'rimi? E'tiboringizcha ovqat qilgandan keyin ovqatni idish tovog'ini nima yuvadi? Sen yuvmaysan. O'ttigini yuvadi, oyi. Voy, uni bilmadim ularni qanaqa yuvishni. Masalan, majmualarga joyim, albatta o'zim yaxshilab, tozalab yuvib chiqaman. Masalan, men suzishni bilmayman. Basanga tushishdan oldin uni cho'nqirligini kuzatib ko'rib chiqaman. Maza qilib. Sizga bermaymiz. Umid aka, yo'q, uni joyiga qo'ying. Buni olib ketmasak bo'lmaydi. Biz faqat kiyimlarimizni Timson parashokda yuvamiz. Bilasizmi? U juda ham barakali, narxi ham yo'q bu. Bundan tashqari kiyimlarni toza yuvadi. Avvalambor mana shunday ikkita kapsuladan tashlasam bormi? Gipoallergenniy, shunaqa yumshoqqina chiqadi kiyimlarim. Qani oyachim bilan sizlar. Ojon aka, Yo'q, ichki kiyimlarim. Sen yomon bola bo'psan, ha? 44,5 kilo oyijon. 44. Endi ochib o'tirsangiz Umid aka, aniq biz aeroportga kech qolamizda. Salla bilan yana bir marotaba chiqing. Ha, o'g'lingiz qo'yjon. Biz kasalxonaga ketyapmizmi? Ingalatsiya. Joyga qo'y. O'tgan safar dengizda cho'milib, yo'talib shamollab qolgansiz. Ha? Muz qaymoq yeganlaringni eslatib qo'yaymi, a? Chichora qaynatmaymizmi opa? Chichoraga barobarmi? U yoqda dengiz mahsulotlaridan sho'rvalar beraman. Sho'rva? Biz dori biznes qilgani ketyapmiz, o'tga. Kechirib qo'yibsiz Umid aka. Har doim chakka chiqqanimizda asliga to'g'rilib balonsun bo'ladi oyijon, to'g'rimi? Qo'ying, asablarimga tegdi. Qon bosimi ko'tarilib ketishi mumkin. Uni-chi samolyotga olsam bo'lar ekan. Yaxshi bo'ldi eslatganing. Ha? Mamchidan oching. Yo'q. Endi jihatingni oshmagan kech qolib bo'ldi. Eng keragisi. Umid aka, yo'q. Biz rozimiz, hamma narsani tashlab ketamiz, lekin bitta shu chimalani olib ketamiz. Xo'p, dedimmi? Ochamiz. Iltimos bolam, onam desang, mana shuni olib ketamiz. Iltimos Tavba qildim, nima qilyapsiz? Ochmang. Voy, mazam qochyapti. Voy, qon bosimim ko'tarildi. Qizim? Chamadon, qani? Buni ham chemadani bormi? Albatta, buni ham o'zini kiyimlari bor. Buniki hamarikidan vajniroq.